Bismillahirrahmanirrahim. Sura Naziat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Wan-nazi'ati gharqan. Kuffarlarning jonlarini qattiq tortib olg'uchi farishtalar bilan qasamki, an-nashitati nashtan. Mo'minlarning jonlarini seliq olg'uchi farishtalar bilan qasamki, as-sabihati sabhan. Allohning amrini osmondan tez elib tushkichi farishtalar bilan qasamki, as-sabiqati sabqan. Mo'minlarning jonlarini elib jannatga ilgirliguchi farishtalar bilan qasamki, al-mudabbirati amra. Allohning amri bilan koinotning ishlarini boshqaruvchi farishtalar bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirsizlar. Sizlardan cho'qim hisob elinadi. Yawma tarjufur rajifatu. Bu kun, ya'ni qiyomat kunida zamin va uningdagi shay'lar qo'shilib tavraydi. Atba'uha ar-radifah. Uning orqasidan osmon va uningdagi shay'lar qo'shilib tavraydi. Qulubun yawma idin wajifatun. Bu kunda dillarni, ya'ni kuffarlarning dillarini qo'rqinch bosadi. Absaruha khashi'ah. Shu dillarning egilarining ko'zlari qo'rqinchdan tikilib qarayolmaydi. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirati. Ular aytadi, rostla biz avvalgi holimizga qaytarilamdik, ya'ni o'lgandan keyin tirilamdik. Ida kunna 'izaman nakhirah. U bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi? Qalu tilka idan karratun khasirah. Ular aytdi, undaq bo'ladigan bo'lsa, bu, ya'ni o'lgandan keyin tirilish ziyonliq qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tiriladigan bo'lsak, do'zax ahli bo'lganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz. فإنما هي زجرة واحدة. Bir sayha, ya'ni Israfilning sur chelishi bilan فإذاهم بالساهرة. Ular, ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Hal ataka hadithu Musa. Sana Musaning xabari keldimi? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Öz vaqtida uni Parvardigori Tuva nomliq muqaddas vodida mundoq deb chaqirdi. İzhab ila Fir'aun innahu tagha. Sen Fir'avnning qeshig'i borgin. U haqiqatan haddidan oshdi. Qul hal laka ila an tazakka. Uningga kufridan va gunohlardan pok bo'lishni xohlamsan. Va ahdiyaka ila robbika fatakhsha. Seni Parvardigorimni tonishga yetaklashimni xohlamsan. Uni tonisang, Parvardigoringdan qo'rqsan-da, yaxshi amallarni qilasan degin. فأراه الآية الكبرى. Musa Fir'avnga cho'ng mo'jizani ko'rsatdi. كذب وعصى. Fir'avn Allohning payg'ambari Musoni inkor qildi va Allohning amriga osiylik qildi. Ondan Fir'avn Musodan yuz o'rib, hiyli mikr ishlatishga kirishdi. U sehrigarlarni, askarlarini, tavalarini to'pladi ham nido qilib, dedi. Men sizlarning buyuk parvardigoringlar bo'laman.
Allah uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Shak shubhisizki Allohdan qo'rqadiganlar buningdan ibrat oladi. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi? Allah osmonni yaratdi. رفع سمكها فسواها Uning egizligini yuksak qildi va kam kutsiz qildi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Uning kechisini qop qorong'u, kunduzini yo'p-yo'riq qildi. والأرض بعد ذلك دحاها Shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yoydi. أخرج منها ماءها ومرعاها Zamindan buloqlarni oqtirdi. O'simliklarni o'stirdi. والجبال أرساها Tog'larni zaminda muqim qildi. متاعا لكم ولأنعامكم Allah Taala ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanishi uchun yaratdi. فإذا جاءت الطامة الكبرى Qiyomat kelganda يوم يتذكر الإنسان ما سعى shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini aslaydi. وبرزت الجحيم لمن يرى Qarig'uvchilarga jahannam ochiq ko'rsatiladi. فأما من طغى Kimki kufrida, gunohda chekidan oshir ekan, وآثر الحياة الدنيا dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rdi ekan, فإن الجحيم هي المأوى uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Parvardigorining oldida so'roqqa tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafsi xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklangan odamga kelsak, إن الجنة هي المأوى haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. فيما أنت من ذكراها Sen uni qandoqmi bayon qilib beralaysan? إلى ربك منتهاها Uni bilish Parvardigoringga xosdir. إنما أنت منذر من يخشاها Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kashqurun yoki bir atigan turgandek gumon qilib